Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Craft Zerik do'stlar. Bugungi videoda biza 500 kun survival'ning ikkinchi qismini olamiz. Desam ishonmanglar do'stlar, men o'zimni o'chirib tashladim. Chunki vashiyata yoqmadi. Menga shunaqa challenge'li yoki boshqacha videolar yoqadi. Shuning uchun bugun do'stlar orqamda turgan vashiyata o'zi Hammer Flat World, ya'ni tekislikda yashab qolamiz. Bizga orqamdagi turgan sandiq yordam beradi. Qani bo'lmasam, let's go. Do'stlar, bu bizga kerak bo'lib qoladi hali kelajakda. Mana bu sandiqni ochmasdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Do'stlar, bizda faqat endi savanna daraxti bor. Ya'ni faqat savanna blok va savanna bilan shug'ullanamiz. Sabzi ham bor. Buni ko'paytirsak bo'ladi. Bu urug'ni eksak bo'ladimi? Pumpkin yaxshi. Do'stlar, biz tezroq 3 ta qo'yni o'ldirishimiz kerak. Do'stlar, men bu dunyoga struktura modini ham qo'shganman, chunki qiyinroq bo'lib ketadi oddiy o'ynasam, shuning uchun struktura modini ham qo'shganman. Ana bu yerda ko'rinib turibdi, o'zi osmonda bir nimalar bor. Menga osmondagi narsalar umuman farqi yo'q. Yerda biroz narsa bo'lishi. Keyingi navbatda do'stlar, oddiygina Flat World'da tekst zonasida tosh bo'lmaydi. Men bunga tosh qo'shib qo'yganman. Endi buni olishimiz kerak. Shu tariqa men biroz tosh qazib oldim. Do'stlar, meni yonimga do'stim ham keldi. Endi unga men hozir YouTube'ga video olayotganimni u umuman bilmaydi, shuning uchun aytib qo'yaman. Artefakt. O'ldirmang. G'aramchilik o'njoni ko'padi. Shu tariqa biza biroz kuchayib oldik. Ya'ni kichkinagina uycha qurish va boshqa narsalar. Keling. Kiring. Do'stlar, men do'stimga ham 1-2 ta qo'y o'ldirishni aytmayapman. Qaching? Yini aytmayman. Let's go, endi shu yerdan yuguramiz. Do'stlar, keyin biz shu tariqa kuchayib oldik. Ya'ni ko'proq tosh qazdik va shuningdek boshqa ishlar qilib oldik. Men ko'pincha tosh qazish ishi bilan shug'ullandim. Mana do'stlar, men chiqib oldim. 2 tagina blok qazgandan keyin ketgan ketadi. Do'stlar, biz keyin uyni rivojlantirdik va yana shunga o'xshash ishlar qildik. Va men 92 ta zinapoya yasadim. Men shu tariqa bu yerga zinalarni o'rnatib chiqdim, chunki kirish, chiqish va boshqa ishlar qilish osonroq bo'ladi. Mana do'stlar, men bu yerni mana bunaqa zinapoyalar bilan qo'yib chiqdim. Mana endi yaxshiroq ega bo'ldik. Do'stlar, menda bitta sabzi bor edi, uni men pastga emas, mana bu yerga ekib qo'ydim, aroqqa, chunki hozir yomg'ir yog'ib turibdi. Bizda chelak yo'q. Mana do'stim esa 5 minutga Afrikaga ketdi. Mayli, endi nima qilishni bilmay o'tiramiz.
Shu yerda men mana shu blokni olib xato qilibman. Chunki blok qo'ya olmay mana bu spider turgani uchun blok qo'ya olmadim. Keyin boshqa yerga qo'yilib ketdi va ular kirib meni o'ldirib tashlashdi. Keyin men albatta qasosimni oldim. Bundan buyog'iga biz o'zimizga kerakli bo'ladigan ishlarni qilib yuraverdik. Do'stlar, bitta ham daraxt o'smabdi. Lekin mana bu yerimiz qurib, nam bo'libdi. Do'stlar, endi men mana bu sakrab yuradigan narsalarni o'ldirmoqchiman. Yo'q, o'ldirmasganman. Oy. 22 ta. Yaxshi. Do'stlar, mana sizlarga zombi apokalipsis. Bu modni men Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Do'stlar, bizda 3-kun. Do'stlar, bu joy bizga kichiklik qildi. Keyin yonimizda bitta o'zimizga sandiqxona va uy qurishga qaror qildim. Albatta, kichkinaroq. Kartoshka tushdi. Do'stlar, bizda kartoshka ham bor. Endi buni ekib ko'paytiramiz. Keyin men yonimizdagi xonadan bitta ovqat va rudalar, ovqatlarni pishirish uchun pechka xona qurmoqchiman. Qani bo'lmasam, boshlaymiz pechka xona va boshqa ishlarni qilishni boshlaymiz. Qani, let's go. Do'stlar. Smokerlar xonasi. Biz keyin o'zimizni ishlarimizni qilib yuraverdik. Do'stlar, men boshqa hayvonlar uchun joy qurishni boshladim. Keyin esa do'stim ikkita tovuq olib keldi va biz ularni ichkariga kirgizib qo'ydik. Короче, так do'stlar, nima deydi mana bu zombi apokalipsis modi bor edi-yu. Men shuni olib tashlashim kerak. Qani bu? Mana paklarim qani? Mana 13 tasi aktiv bo'lib turibdi.
Endi bulardan ana bu zombikoni mana shuni olib tashlashim detektiv qilsa bo'lmaydimi? Mana shu detektiv qilish kerak. Korotchi. Hozir mana do'stlar, mana u modni ham detektiv qildim. Endi nima u? Enderman! Demoqchi zombi ham bor ekan. Buni himoya qiladi. Endi Enderman bilan gaplashamiz. Krisa arkada turgan ekan bu. Ay yo'q. Uyim qayerda edi endi? Do'stim ham hali kelmagan. Mana bu yomg'irda po'qam ko'rinmaydi. Yo'q, shuncha go'shtim tashladim. Shunchalik ham omadsizlik bo'ladimi? Uyim qayerda endi meni? Bekor shuni spamdan ko'rmabman. Bu yoqda ekan-ku bu. Bo'ldi. Mayli, hozir topyapman, lekin mana shu joyni qanaqa qilib belgilab ketsam bo'ladi? Esimda qoldirsam bo'larmikan? Uyning orqa tarafida. Bo'ldi, tushundim. Nima buncha ko'p bu zombilar? Endi ketdik, endi men bilan birga bir. Demoqchi. Zombilar. Do'stlar, demoqchi, buni qanaqa qilib olayman endi o'zimcha takdan ketmoqchi. Mana do'stim o'yinga kirdi. 85 million yildan keyin men bu do'stimni ko'rib turibman. Urban bo'lmaydi bu. Do'stlar, men shu tariqa biroz afka bo'lmoqchiman. Chunki bir ikkita ishlarim chiqib qoldi. Qoching! Do'stlar, men mana bu holatni ko'rgandan keyin bu daraxtlarning turishi noto'g'ri ekanligini tushunib qoldim. Endi bularni abdishi hammasini chopib tashlaymiz. Do'stlar, endi men o'zimiz turgan joyni mana bunaqa fenslar bilan o'rab chiqmoqchiman. Har xil moblarga qarshida. Endi ichida ham spam bo'lishadi, lekin kamroq bo'ladi. Biz o'ldirib olishimiz osonroq bo'ladi. Tezroq uxlash kerak. Bitta yotoq qani? Yo'q. Bilmasam, men bu yerga bitta yotoqni yo'q qilib qo'ydim. Temir. Meni rejam ish beryapti.
Ya'ni mana moblar tashqarida spam bo'lyapti. Bitta yotoq yo'q. Oy yo'q. Stop. Do'stlar, bugungi bu video yetadi. Bu albatta birinchi qismi edi. Ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Ikkinchi qismi chiqishi uchun hatto 5 ta like qilib bersanglar yetadi. Barchaga xayr.